Alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Qanaqadir marafon o'tkazibsizlar ekan, mana shuni mazmun mohiyati haqida tushuntirib o'tsangiz, mana shu YouTube kuzatuvchilariga bu qanaqa marafon bo'lyapti, qanaqa buyruq bilan, bu qachon chiqdi, buni mazmun mohiyati nima? Mana shu haqida bir tushuntirib o'tsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. 2025-yil 18-aprel kuni Sog'liqni saqlash vazirligidan 102-sonli buyruq chiqdi. Mana shu buyruq asosida 26-apreldan to 25-maygacha sog'lomlashtirish oyligi boshlandi. Jumladan mana shu oylik bizni Jomboy tuman tibbiyot birlashmasida ham mana bugun birinchi kun boshladik. Ya'ni o'sha bor mehrimiz butun xalq uchun degan shior ostida bugun mana tumanimizning eng olis hududlaridan biri Nogahon mahallasida ertalab o'sha Nogahon mahallamizda joylashgan 39-maktabdan to Nogahon oshipigacha 5000 qadam yurish marafonini o'tkazib, mana o'zimizning jamoamiz bilan mahallani faollari, mahalladagi yoshi ulug' nuroniylar, yoshi ulug' onaxonlar, kelinlarimiz, bolajonlarimiz bilan 5000 qadam yurib keldik mana Nogahon oshipiga. Bugun endi mana shu Sog'liqni saqlash vazirligining 102-qarori asosida, buyrug'i asosida mana shu Nogahon oshipimizda katta chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik tashkil qilinyapti. Mana shu tibbiy ko'rikka xatlov davomida aniqlangan, ya'ni 3-4-guruhga mansub dispanser hisobda turadigan aholi chaqirtirilgan. Bunga biz viloyat tashkilotlaridan, ya'ni Respublikanskiy bolnitsadan professor o'qituvchilarni jalb qilganmiz. 10 turdagi mutaxassislar, ya'ni otolaringolog, nevropatolog, onkolog, ginekolog, pediatr, terapevt va hokazo vrachlarimiz taklif qilganmiz va ular mana shu Jomboy tumanidagi dispanser hisobda turgan bemorlarimizni o'zlarini ko'riklari bilan ko'rib, ya'ni o'sha tavsiyalarini berib, kimdir masalan ambulator sharoitda davolanishi mumkin, kimdir statsionar sharoitga yo'llanma berilishi mumkin, kimgadir yo'llanma viloyat muassasalariga yoki respublika muassasalariga berilishi rejalashtirilmoqda. Bugungi mana shu 5000 qadam yoki mana shu bor mehrimiz shu vatan, shu xalq uchun shior ostida boshlangan tadbirlarimiz bu butun respublika bo'yicha boshlangan. Jumladan bizni Jomboy tumanida ham mana shu shior ostida bugun mana ishlarni boshladik va o'zimizning tarmoq rejalarimizni tuzib, barcha 38 ta mahallalarimizga mana shunaqa tadbirlarni, 5000 qadam marafonlarini xalqimizga o'rnak bo'lib, birinchi o'rinda tibbiyot xodimlari boshlashni rejalashtirdik va maqsad mana shu xalqimizni uzoq umr ko'rishi yoki xalqimizni tibbiyotdan rozichiligi yoki mana bu yuqumsiz kasalliklarni, ya'ni endokrin kasalliklar yoki yurak-qon tomir kasalliklarini oldini olish, shu odamlarga sog'lom turmush tarzini bir shakllantirish yoki mana bu sportni bironta bir turi bilan shug'ullanish, bir jismoniy faollik, mana shunga o'rnak bo'lgan holda bugun mana tadbirimizni boshladik. Endi mana shu oddiy aholiga o'rnak bo'lish maqsadida mana shu marafon, mana shu tadbirlar uyushtirilyapti, to'g'rimi? Yana bitta savolim, hozir mana shu bugungi o'tkaziladigan bu birinchisimi yo boshqa tumanlarda o'tkazildimi yo bizarda tumanimizda birinchisimi, shuni ham to'g'ri tushuntirib o'tib ketsangiz. Mana shu 2025-yil 18-aprel kuni Sog'liqni saqlash vazirligining 102-son buyrug'i asosida bugun Jomboy tumanida birinchi kun tashkil qilinyapti. Birinchi kun. Ha, lekin bundan oldin ham biz bunaqa tadbirlarni juda ham ko'p o'tkazganmiz. O'tgan yillarda ham barcha mahallalarimizda shu piyoda yurish marafonlari, sog'lom turmush tarzi bo'yicha chiqishlar qilganmiz. O'sha qaysi ovqatlar mumkin, qaysi ovqatlar chegaralangan, qaysi ovqatlar zararli nimalar. Hafta kunlari o'zi sog'lom turmush tarzi bo'yicha, yuqumli kasalliklarni oldini olish bo'yicha hafta kunlari kunma-kun bo'lingan. Ya'ni bu dushanba kuni stressga qarshi kurash kuni, seshanba kuni tuz va shakarni cheklash kuni, chorshanba kuni tamakiga qarshi kurash kun, payshanba kuni sog'lom ovqatlanish kuni, juma kuni piyoda yurish kuni va shanba kuni salomatlik kuni deb e'lon qilingan. Mana shu kunlar bo'yicha biz butun mana shu tumanimizdagi 38 ta mahallalarda qaysi kunga to'g'ri keladigan bo'lsa, o'sha kunda o'sha belgilangan sog'lom turmush tarzi bo'yicha tadbirlar o'tkazib boryapmiz. Bugun shundayda, bugun shanba salomatlik kuni. Salomatlik kuni. Endi salomatlik kuniga hamma narsa kiradi, ya'ni piyoda yurish, salomatlik kunida sport mashg'ulotlari bilan shug'ullanish, sog'lom ovqatlanish, to'g'ri ovqatlanish, mana shu yuqumsiz kasalliklarni oldini olish maqsadida endokrin kasalliklarni barvaqt aniqlash, ya'ni kechqurun mana
xamirli ovqatlar yemaslik, og'ir hazm bo'ladigan ovqatlarni iste'mol qilmaslik, kechqurun mevalar yoki mana bu sut mahsulotlarini iste'mol qilish xalqimizga tushuntirib boriladi. Hozir endi mana 39-maktabdan Nogahondagi mana shu USHPgacha piyoda yurib kelindi. Mana ichida faqat hamshiralar emas, oddiy xalq ham chiqdi, oddiy aholi ham chiqdi. Bu tadbirlarda endi hozir endi nimaga yetib keldik, nimaga Nogahon QUPsiga, OSHPga endi yana nimalar hozir planlashtirilgan bu yerda hozir? Bu yerda Nogahon OSHPda respublika Shu vrachlar bugun keladimi hozir? Keladi, ha. Hozir keladimi, kelganmi? Endi keladi. Endi keladi. Hozir endi mana 8 ga vrachlar aytilgan, ya'ni tor soha mutaxassislari. Bu o'zimizni Jomboy tumanida ko'p tarmoqli markaziy poliklinika tor mutaxassislari bilan birgalikda viloyat tashkilotlaridan ham tor mutaxassislar chaqirilgan, ya'ni Respublikanskiy bolnitsadan professor o'qituvchilar keladi bugun. Bugun keladi. Mana shu 3-4 guruhga mansub, ya'ni dispanser hisobda turgan bemorlarimizni ko'rikdan o'tkazib, o'sha tashxislab, ya'ni ularga kerakli joylarga o'zlarini yo'llanmalarini berib, tavsiyalarini berib ketishadi. Bundan tashqari ko'chma ultrazvuk apparati olib kelinadi, EKG apparati, laboratoriyani chuqurlashtirilgan tahlillari tashkil qilinadi bu yerda. Shularni bugun hozir tekshiruvdan O'tkazamiz hammasini. Yana bitta savol, mana shu tadbir bo'lishi oldindan mahallalarga ogohlantirilgan, to'liq. Mahallalarga ogohlantirilgan, biladi. Aholi biladi, keladi bugun. Jomboy tumanining barcha ijtimoiy tarmoqlariga o'sha tarmoq rejalarimiz qilinib, Telegram gruppalariga uzatildi. Aholi tanishyapti. Hamma mahallalarda qilish rejalashtirilgan. Mana hozir birin-ketin odamlar kelyapti, ko'rib turibmiz. Xudo xolasa mana shu nimalaringiz yaxshi o'tsin, bo'lmasa sizga kattakon rahmat. Xalqni mana shu sog'ligini, nimasini o'ylab shunaqa tadbirlar o'tkazganimiz uchun mana shu yuqoridagi Sog'liqni saqlash vazirligiga kattakon rahmat, prezidentimizga rahmat. Mana shu obunachilarimizga yana bir gaplaringiz bo'lsa ayting, bo'lmasa mana shu bilan videoni yakunlaymiz. Qolgan sizni vaqtingizni ko'p olmaymiz. Ichkarida shahardan keladigan doktorlar bilan, mana bu keladigan oddiy xalq bilan shug'ullanasizlar endi. Rahmat. Endi bir nima demoqchi bo'lsangiz ayting, shu bilan videoni yakunlaymiz. Yana bitta narsani e'tirof qilib xalqqa bildirishimiz kerak. Bugungi kunda Jomboy tuman tibbiyot birlashmasi markaziy shifoxonasiga viloyat onkologiya markazidan ko'chma mammografiya apparati olib kelindi. Bu bir katta avtobusga o'xshagan katta mashinaga joylashtirilgan ko'chma mammografiya deyiladi bu. Bu apparat bilan 45 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan ayollarimizni ko'krak bezi saratonini oldini olish maqsadida mammografiya, rentgen o'tkazilib, mana shu ko'krak bezi saratonini erta bosqichlarda aniqlashga erishiladi. Kuni kecha bu Jomboy tuman tibbiyot birlashmasi markaziy shifoxonasiga bir soya salqin joyga o'rnatilib, kecha rejalarimiz tuzilib, o'sha Jomboy tumanida 45 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan ayollarimizni o'sha reja grafiki tuzilib, kechadan ishlarimiz boshlandi. 2024-yil ham xuddi shunaqa tadbir o'tkazgan edik. Ana shu tadbirimizda 1500 ta ayolimizni mammografiyadan o'tkazganimizda 7 ta ayolimizda birinchi bosqichda ko'krak bezi saratoni aniqlanib, mana shu kasallikni juda ham og'irlashib ketmasligi, keyingi bosqichlarga o'tib ketmasligi uchun davolashlarini qilib, bugungi kunda o'sha 7 ta ayolimiz sog'lomlashtirilyapti. Bu ham 7 ta ayolimizni umrini qandaydir oldindan saqlab qolish va umrini uzaytirishga o'zimizni hissamizni qo'shib, bu juda ham bir katta yutuq deb o'ylayman. Yaxshi. O'sha endi o'sha qo'yilgan avtobusmi, mikroavtobusda deyapsizmi, maxsus nimalar, moslamalar bilan jihozlashtirilgan o'sha avtobusimiz har kuni turadimi o'sha joyda? Bir oy turadi. Bir oyga rejalashtirilgan, o'sha 45 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan ayollarimiz bir oyga rejalashtirib, bo'linib. O'sha bepul ko'rikmi? Bepul ko'rik. Bir kunda 40 tagacha ko'rsa bo'ladi bu apparat bilan. Bir kunda 40 tagacha odam ko'rsa bo'ladi. Bu Jomboy tumani bo'yicha-da, bu to'g'rimi? Jomboy tumani bo'yicha bu. Bular mahallalarga bo'lib beriladimi? Xohlagan odam 40 tasi boradimi? Yo'q, bu mahallalarga reja grafik qilingan. Reja grafik qilingan. Oilaviy poliklinika, oilaviy shifokor punktlarida hammasida doyalar bor, o'sha ayollar bilan shug'ullanadigan. Ular reja grafik asosida ayollarni har kuni olib keladi. Chaqirtiradi. Chaqirtiradi. Endi shuni to'g'ri tushunmasa, bir kunda yerga 200 ta odam borib olgan bilan siz aytasiz 40 ta odamda o'tsa bo'ladi deyapsiz. Shunday. Agar reja grafik asosida bo'lsa, tartib bilan nima bo'ladi shundayda? Iste'mol qiladigan ovqatlarimiz 3 ga bo'lingan, ya'ni bu mana yashil guruhga kiradiganlar, bular mana dukkakli o'simliklar, meva sabzavotlar, poliz ekinlari,
nima deydi buni? Ko'katlar. Ko'katlar, mana poliz ekinlari, nimalar, sut mahsulotlari, keyin har xil mana fitochaylarimiz bu yashil ga kirgizilib, bular har kuni iste'mol qilishimiz kerak bo'lgan mahsulotlarga kiradi bular. Ha, bu yashil shuning uchun turibdi-da. Shuning uchun yashil turibdi. Bu shu uchun har kuni iste'mol qilishimiz kerak bo'lgan mahsulotlar bular. Keyin mana sariqga kirgizilgan mahsulotlarimiz bor. Ya'ni yaqinroqdan olamiz sariqqa kirgizilgan. Sariqqa kirgizilgan bular mana asosan pishiriqlar, keyin konserva qilingan mahsulotlar. Bular sariqqa kiritilib, bular chegaralangan bo'lishi kerak. Masalan, bir haftada bir marta, ikki marta iste'mol qilsa bo'ladi, yoki obed payti iste'mol qilsa bo'ladi, yoki ertalab nonushtaga iste'mol qilib, kuni bilan harakat qilganda bu hazm bo'lib ketadigan ovqatlar bular sariqqa kiritilib, bular ozgina chegaralangan mahsulotlarga kiritilgan. Qizilga kiritilgan mahsulotlarimiz, ya'ni bular mana tamaki mahsulotlari, tamakilar, zararli nimalari, inson organizmiga zarar yetkazadi. Energetikalar, kola ichimliklari, mana bu spirtli ichimliklar, mana bu gazli ichimliklar, keyin mana bu ana shuni tushunmadim. Nima edi shu o'zi? Achchiq. Bakalashka. Ha, qalampir. Qalampir bular. Keyin mana bunaqa chips deydi, xrustashi mana bu nimalar bolajonlar uchun. Keyin tuzni chegaralashimiz kerak. Bular mana qizilga kiritilib, bular iste'mol qilmaslik kerak. Imkon darajada bularni iste'mol qilmaslik kerak. Imkon darajada shuni aholiga tushuntirib, yurak qon tomir kasalliklarini oldini olish, xolesterin bo'lmaslik, masalan mana xolesterin ko'payishini oldini olish, qandli diabetni oldini olish uchun mana shunaqa tavsiyalarni berib o'tamiz. Mana bu yerda ko'rib turibman, mana hammasiga yozilgan ekan, qarang mana. Ramashka damlamasi, shaxsan men o'zim ham iste'mol qilaman. Shunda o'rik damlamasi, kiyik o'ti. Biznikida ko'proq mana shu ramashka bilan kiyik o'ti ko'proq ishlaydi. Bu o'zimizning mana shu tabiiy mahsulotlar, ya'ni bular fitochaylar deyiladi. Choyda o'rniga ham mana shu ramashkani, o'rik damlamasi, kiyik o'tini damlab bemalol iste'mol qilsa bo'ladi. Endi marafonlarimizdan keyin tibbiy ko'riklarimiz boshlandi. Mana tor mutaxassislar joylashgan xonalarga aholimiz kelib boshlayapti. Tibbiy ko'riklarimizni boshlaymiz va tashxislar yo'naltirib boshlaymiz. Hozir qaysi ko'rik boshlaganmiz bittasidan bir ozgina lavha olsak maylimi? Qaysi mutaxassis bor? Sharaf Sharafov. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Bugun mana tibbiy ko'rikdan o'tkazishga hamma tor mutaxassislarimiz kelgan. Bemalol kirib, o'zlaringizni bir tekshirib o'tsalaringiz bo'ladi. Onajon, siz qayeringiz og'riydi? Davlenangiz chiqmaydimi? Davlena bor. Mana ko'zlarim xiralashib qolyapti. Shular tekshirishga keldim. Yaxshi, rahmat. Har holda chaqirib turibdi ko'rikka. Men o'xshamligi juda xalqqa yaxshi-da, tekshirib turish. Juda yaxshi. Yaqinlarga keldik mana uylaringizdan oldiga. Rahmat sizlarga, rahmat. Shunday sharoit yetkazib qo'yibsizlar. Rahmat. Onajon, Jonbay tumani Qurli qishlog'idan keldik. Tibbiy ko'rik uchun rahmat. Sog'lig'ingizni tekshiryapsizlar. Hokimiyatga ham rahmat, mana shu yerga kelganlarga ham rahmat. Mahallamizga ham rahmat. Mana shunday ko'riklarni nima qildi bizlarga rahmat. Chin dildan.